Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli kuzatuvchilar. 2025-yil 13-iyun sanasiga tayyor ko'chatlarimizni holati. 13-may kuni mana 1 oy oldin payvand qilingan atirgul ko'chatlarimiz mana hozirda mashina bo'ldi mana. Mana yo'g'ini olamiz. Ulanganini qoldirib turib tozalab chiqamiz. Chorniy magiya burgund degan sortlardan ulaganmiz. Noyabr oyiga tayyor bo'ladi. Mana atirgul ko'chatlar bahorga ulama qilib payvand qilganmiz. 1 oydagi holati mana. 13-may kuni payvand qilingan. 13-may. Bugun 13-iyun. 1 oyda shunchalik bo'ldi. Hop, mana limonki nok. Shakl bergandan keyin mana uchtadan shox qo'yganmiz. Qolgan shoxlarni olib, uchtadan shox qo'yib, mana shakldan keyin 1 qarich, 2 qarich shoxladi. Limonki noklar. Hop, keyingisi mana Serbiya qora g'aynali. Serbiya qora g'aynali. O'zi mana tayyor. Shakl bergandan keyin o'zi 1 metr shoxlar bordi. Serbiya qora g'aynali. Bu yoqda toshgan giloslar bor. Svet Ariana degan giloslar bor. Mana kalla bergandan keyin endi shoxlab kelyapti. Hop, bu yog'i shoftirlar, shapsollar, qizil oylar, oq oylar, kechki, kuzgi, ertagi sortlardan qizil oylarimiz tagida meva qilganda hozir qisqa videoda ham ko'rsatganman. Mana qizil oylar pishyapti mana. Ashti pishib qoldi. Mana shu iyun oyida, mana shu 10-15 mana shu kunlarda sotsa bo'ladi. Tagida meva qildi. Kimgadir ko'chatlardan kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Ishonchli. Manzilimiz Namangan viloyati, Uch tumanda. o'n 13-iyun sanasiga ko'chatlarimiz holati shunda. Atirgullar ham zo'r ko'klabdi. Ozginadan keyin bunga ham shakl beramiz, shoxlatamiz. 3-4 ta shoxlaydi. Noyabr oyida hammasi tayyor bo'ladi. Xudo xolasa bemalol zakaz berishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.